Sizlar hozir aytayotganingiz foizini qaytarib bera olmaysizlar, shunaqa? Aynan shuni aytib o'tdim. Foizni qaytarib berish imkoniyati yo'q ekan, qaytarib o'taman. Ha. Nimaga unaqada boshqa operator yolg'on gapirdilar? Vaholatda xodimlik javob o'rganib chiqiladi. Agar xato javob berib o'tgan bo'lsa, chora ko'rishga sababchi bo'ladi. Tushunarli. Prosta men-ku mayli, boshqa haydovchilar ham yana qiynalib qolishmasin-da, yolg'on ma'lumot bermaylar-da unaqada. Tushunarli, qaytarib o'taman. Bu holatda xodimlik javob o'rganib chiqiladi. Agar bu holat ko'p takror xato javob bergan bo'lsa, chora ko'rishga sababchi bo'ladi. Ya, u choralardan bizga nima foydasi bor? Sizga nima foyda? Ha. Bu holatda xodimga nisbatan chora ko'riladi va sizga keyingi holatlarda o'sha xato ma'lumot bermaydigan bo'ladi. Shu sizga foyda bo'ladi. Lekin juda ham noto'g'ri o'yin qildinglar. Endi uje biz o'rgan bo'lganmiz, Yandexda bunaqa yolg'on o'yinlariga-yu, lekin bunisi endi oshib tushdi. Rahmat, kuningiz yaxshi o'tsin. Charchamang. Holatda ehtiyotkorroq bo'ling, buyurtma boshlashdan oldin. To'g'ri qilgan uchun baholash chorabada bo'ling. Xayr, salomat. Salomat bo'ling. Qoyil. Operator javobini 1 dan 5 gacha baholang. 1. Qanaqa 5? 1. Xursandmiz. Yandexda yana bitta yolg'on ma'lumotlardan bittasi. Xullas, nima bo'lgan? Internet ishlamagan. Men MyTaxidan zakaz olib ketganman. Ketayotgan joyimda xullas qarasam Yandex zakaz osilyapti. Uje avtomatik robot Yandexda поехали knopkasini bosadi, bilsanglar. O'sha knopkasi o'zi avtomatik bosilib ketgan. Keyin poddeshkaga aloqaga chiqdim. Poddeshkaga chiqsam, siz zakazni yopib keyin aloqaga chiqing. Sizga yechilgan foizni qaytarib beramiz deb yolg'on ma'lumot berishdi. Xo'p dedim, zakazni yopdim. Mana hozir o'zingizlar eshitib turibsizlar. Po'qqa yebsan degan gapni aytishdi. Hech qanaqa foiz qaytarilib bermaydi. Xullas kalom, uxlading deyshibdi. Zo'r, Yandex baraka top, haydovchilarni dal shu uxlat. Qachondir ham ko'kararsan. Lekin eng qizig'i shu Yandex O'zbekistonga olib kelgan insonlar ham o'shani nonini yeyapsizlar. O'shanga ozgina ehtiyotroq bo'linglar, chunki birovning haqqi birovga hech qachon buyurmaydi. Kuninglar yaxshi o'tsin, sizlarga ham.